Sizlar ham eshitdilaringmi? Odamlar 2 sutkalab ko'chada qolishyapti ekan. Gostinitsaga joylashda muammo bo'lyapti ekan. Har xil holatlar bo'lyapti ekan. Ota-onasini qaysidir firmaga ishonib topshirsa, sarson sargardon bo'lyapti ekan. Qiynalyapti ekan ota-onasi. Endi bunga nima sabab? Bunga akalar arzon narxga ekonom paket sotib olish sabab. Ota-onangizni jo'natyapsiz, nimaga siz arzonga ekonom paket olib jo'natishingiz kerak? Yaxshi niyat qilib, Allohdan so'rab, harakat qilib, mehnat qilsa beradi. Hammani sharoitiga yarasha to'g'ri. Lekin ekonom paket bilan standart paketning narxi 20 dollardan 50 dollargacha farq qiladi. Iltimos, ota-onasini umra safariga jo'natayotganlar, yaxshi sharoitlikka jo'natinglar. Ota-onalaring qiynalib qolishmasin. 50 boshisi paydan bo'ladigan, mukammal umra qilgizadigan firmalar tanlab topinglar. Rasmiy ish faoliyati bormi degan narsalarga e'tibor qilinglar. Xudo xolasa mana aziz obunachilar, bizning rasmiy litsenziyamiz Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu joyda faoliyat olib boramiz. Kesalaring o'zimiz kutib olamiz. Xolasalaring hisobchilarga naqd ko'rinishda. Xolasalaring rasmiy Centrum Holidays hisob raqamiga bank orqali to'lovlarni amalga oshiringlar. Bizda barchasi qonuniy. Biz hech kimdan yashiradigan, boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Sharoitlarimiz ham o'ta go'zal. Biz xalqimiz uchun harakat qilamiz. Bizda ob'yom katta bas. Yo'q bo'lmasa nima deydi-yu, katta foyda uchun ishlamaymiz akalar. Biz chiroyli sharoit uchun ishlaymiz. Xalqning duosini olib, xalqni qiynalmasdan mukammal umra qilishiga sababchi bo'lib bo'lsak, biz shundan xursandmiz. Inshaalloh akalar, men sizlarga juda ham katta yangilik bilan yuzlanyapman. Komfort paketimiz bor edi, jicha joylarimiz ochilib qoldi. Shunga umra safariga bormoqchi bo'layotganlar taklif bilan chiqyapman. 13 kelinglar, birinchi sharoitini tanishtirib beraman. Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 801 kilometr oralig'idagi gostinitsa. Madina Munavvarada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 bosh hamrohligi 14 kun betdan o'zi olib boradi, o'zi qaytarib olib keladi. Xudo xolasa 50 boshimiz ziyoratlari Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida kechki ziyofat, Toyif shahriga borib ziyorat hamda ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyati. Madinada Ravza-i Sharifga 100% tashrif, Xurmo bog'ida kechki ziyofat tashkillashtiriladi inshaalloh. Barchasi juda ham go'zal paketimiz. Birinchi yordam ko'rsatgani doktorlarimiz bor. Hammasi bexijolat. Inshaalloh akalar, biz sizlarga yana aeroportda komfort paket uchun Centrum Holidays sumkalari, kamzillari hamda bejiklari, endi o'zimni obunachilarimga sovg'a bermasam bo'lmaydi. Mana men sizlarga olib ko'rsataman. Hurmatli hojiona hojotam qiynalmay samolyotlarda uxlab kelishlar uchun maxsus 3 yostiqchasini ham aylanib sizlar uchun bonusga qo'shib beraman. Shaxsan men Jiddadan Namanganga uchganimda Jiddadan samolyot ko'tarildi, ovqatni berdi, ovqatni yeb bitta qo'yib uxlanib, Namanganga qo'nayotganda hali oldida samolyotni ochib yopadiganlar bor. Ashini bekitib bering deb gapirganda o'g'anib ketdim. Qariyb 4 soat maza qilib uxladim. Yotib uxlaganda energiyasini oldim, mana shu oddiy bitta yostiqchani evaziga. Xudo xolasa bu yostiqchalarimiz ham beriladi. Akalar, 13 yanvar Farg'ona Jidda, 27 yanvar Farg'ona Jidda, bir juma Madina, bir juma Makkaga to'g'ri keladi. Xudo xolasa, aynan ushbu paketimizni 13 yanvardagisini 1050 dollardan 11 dona joyimiz qolgan. 27 yanvarda 1090 dollardan qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Standart paket pulida komfort paket qilib beryapmiz akalar. Inobatga olib qo'yasizlar. Gostinitsalarimiz yaqin. Ovqatlarimiz Madinada ham 3 mahal. Akalar, sharoitimiz bexijolat, xudo xolos. Ota-onalarning ishonchli qo'llariga ishonib topshiringlar, mukammal umra qilishlariga yelkadosh bo'linglar. Rasmiy litsenziya bor, qonuniy ofis bor. Kelasizlar, hammasini amalga oshiramiz. Centrum Holidaysmi? Centrum Holidays. Biz orqali mukammal umra qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar videoni jo'natib qo'yinglar. Bittadan like bosinglar. Kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha.